Biz her gün Sürü Fatiha'da okuyduğun bir ayet. Allah'tan yardım talep kılıyoruz. Onda olsa bir qiyinchilik tushgan vaqtda bir kishining qashiga berib, bundan yordam so'ramamdi. Çoğunluk aytsak, millatning masalasi uchun boshqalardan yordam so'ramamdi. Bu sendilam yordam talep qilamiz degan bu oyatga zid kelamdi. Biz deyotgan narsa rost qalbimizda bormi? Qalbimizga devatamdi. Hayajonlanib shundoq gap quyimiz, ammo qalbimiz u gapga ishonmasak, demak bizda din yo'q degan. Shunga salaflarimiz deydi, hamma ish sabab bilan bo'ldigandek sabab qil, sabab hech narsa emasdak Allah'a tevekkül qil. Gerçi ro'za tutsimi, namoz o'qisimi, o'zini musulmon deb o'ylasimi, 3 ish bor odam munofiq dedi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu qarindoshlar. Biz bugün İslamның asası, dinning ruhi deb atalgan bir hadisini o'qiymiz. Bu hadis bizni haqiqiy musulmon qiladigan dinning ruhini xabar beradi. Odatda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ba'zi ishlardan xabar bergan vaqtida u ishning eng muhim negizli qismi bilan xabar berish orqali u narsa shu deb xabar beradi. Masalan, haj degan vaqtida haj nima deyilsin deyiladi? Al-hajju arafa. Haj demak Arafat demak. Deganga o'xshagan. Endi dinning ruhi nima? Dinni din qilib turadigan narsa nima degan vaqtimizda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu hadis orqali uning javobini bergan. Bu hadisdagi dinni din qilib turadigan dinning ruhi bo'lsa, bizni albatta nifoqdan ayiradigan, munofiqdan ayiradigan bir prinsip. Unda bo'lsa biz oldin hadisni o'qiymiz, undan keyin jumla aytamiz. Bismillahirrohmanirrohim. An Abi Ruqayya Tamim ibn Aws ad-Dari radhiyallohu anhu anna Nabiy sallallohu alayhi va sallam qol. Abi Ruqayya Tamim ibn Aws ad-Dari radhiyallohu anhu naql qilindi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom mundaq dedi: "Ad-dinu nasiha." Din demek samimiyet demektir dedi. Sahabalar, "Limen ya Resulullah? Kimge samimi buluş ey Resulullah?" deb sordu. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam, "Lillahi ve li kitabihi ve li rasulihi ve li a'immetil muslimin." Allah'a samimi buluş, Allah'ın kitabına samimi buluş, Allah'ın elçisiga samimi buluş ve müminlerin imamlarına, Müslümanların imamları, rehber, yetekçilerine samimi buluş ve umum Müslümanlara samimi buluştur. Mana şu din dedi. Demek Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bu sözü arkalık dinin mahiyetinden haber verdi. Din demek samimi buluştur. Bir adamda samimi bo'lmaydigan, o adamda din yok deganlik bo'ladi. Chunki bu dinninki negizlik masalasi. Unda bo'lsa, samimiyat degan nima? Qanday o samimiyat bo'lgan bo'ladi? Samimiyat deganlik sab bo'lish deganlik. Sab bo'lish deganchi insonninki ichi bilan teshining o'xshash bo'lishi. Qanday ko'ringan bo'lsa shunday bo'lishi, qanday bo'lgan bo'lsa shunday ko'rinishi, sharkat bilan so'zniki birdek bo'lishi, qalb bilan ig'izning birdek bo'lishi deganlik. Amaliyotda bu bizni munofiqdan ayiradigan bir masala. Munofiq ig'izda deydi, ammo qalbida boshqa ishni o'ylaydi. Qalbida bir ishni yaxshi ko'radi, ig'izda boshqa ishni deydi. Bir mo'minni mana munofiqdan ayiradigan mana shu ig'iz bilan qalbning birdek bo'lishi. Shunga Alloh taolo Qur'on Karimda munofiqlarni sifatlaganini deydi o'zinglar. Yaquluna bi afahim ma laysa fi qulubihim. Munofiqlar ig'izda qalbida yo'q narsalarni deydi. Shuning uchun har vaqt o'zimizni bir tekshirishimiz kerak. Biz deyotgan narsa rost qalbimizda bormi? Qalbimizga devatamdiq, hayajonlanib shundoq gap quyimiz, ammo qalbimiz u gapga ishonmasak, demak bizda din yo'q degan gap. Chunki din demak samimiyat demak. Va shundaqla samimiyat deganlik so'z bilan ish harakatimizning birdek bo'lishi deganlik. Biz bir gapni qilamiz, bir iddaoni qilamiz, ammo ish harakatimiz boshqacha. Axloq haqida so'zlaymiz, ammo axloqimiz tuvan. Boshqalarga yaxshi muomala qilish haqida so'zlaymiz, boshqalarga nasihat qilamiz, ammo o'zimiz undaq emas. Bu yani bizi samimiyat bo'lmadi, dinninki mohiyati, dinning negizi bizda bo'lmadi deganlik. Unda bo'lsa, bu samimiyat kimga qarta bo'ladi? Oldu bilan bu samimiyat Peygamberimiz Muhammed alayhisalom hadis degandek lillahi, Allah uchun bo'ladi. Bir odam Allah uchun samimiy bo'lgan vaqtda eng avval andan o odamda din bo'lgan bo'ladi. Allohga samimiy bo'lish degan qanday degan bo'ladi? Ya'ni Allohga nisbatan birinchidan e'tiqodimizda samimiy bo'lish. Ya'ni Alloh qandoq ishondik deb iddia qilgan bo'lsak, e'tiqodimizda rost shunday e'tiqod qilish. Mesela biz ağzımızda her gün Allahu Ekber deyimiz. Ne degan gap? Allah en büyük degan gap. Ağzımızda dokqa hem de e'tiqodimizda rost Allah en büyük. Dünyadaki mensep emas, şöhret emas, pul emas, faqat Allah büyük degan narsani e'tiqodimizda singdiralsak, ondan keyin biz haqiqiy samimiy bo'lgan bo'lamiz. Aksiya Allahu Ekber deb qo'yib, ya'ni boshqa bir mansabni, şöhretni, mal dunyoni cho'ng bilsak qalbimizda. Ya'ni bizning qimmat qarshimiz shuning ustiga qo'yilib qolib qolsa, biz Allahu Ekber degan gapimiz samimiy bo'lmagan bo'lamiz. Bizniki ün alg'idan farqimiz bo'lmaydi. Allahu Ekber deymiz, ammo boshqa narsani Ekber deymiz. Mana bu shu e'tiqodda samimiy bo'lish, birinchi bo'lib Allohga samimiy bo'lish. Ikkinchisi ibodatda samimiy bo'lish. Ya'ni biz kimga ibodat qilamiz? Allohga ibodat qilamiz. Namoz o'qiymiz, ro'za tutamiz, haj qilamiz, sadiq qilamiz, o'qiymiz, boshqalarga yordam qilamiz, hammasini Alloh uchun qilamiz deymiz. Rost Alloh uchun qilandiq, mana mushuni nuqtada o'zimizni tekshirishimiz kerak. Namoz o'qiymiz, taqvo kendisini deb dedikmi? Samimiy bo'lmadik. Zakat berdik, jamiyatdagi o'rnimizni ko'tarish uchun samimiy bo'lmadik. Bizda din bo'lmadi.
Haj qildik. Hamda haj qilsak ismimiz uzraydi ekan, boshqalarning ichida sal hurmatli bo'ldi ekanmiz degan narsani qo'shdikmi? Biz Allohga samimiy bo'lmagan bo'lamiz. Bizda din bo'lmagan bo'ladi. Onundan boshqa har qanday bir amal ibodatda biz Allohni ko'zlab xolis, shirkdan, riyodan xoli qilgan vaqtimizda bizda samimiyat bo'lgan bo'ladi. Onundan boshqa Allohga munosabatlik bütün aloqalarimizda biz samimiy bo'lgan vaqtimizda biz haqiqiy samimiy bo'lgan bo'lamiz. Masalan deyli, iyyaka na'budu, sanglam ibodat qilamiz dedik. Ibodatlarimizda samimiy bo'ldikmi? Birinchi qadam. Ikkinchisi, va iyyaka nasta'in. Sendan yordam talab qilamiz. Ya'ni qalbimiz faqat Alloh bilan bog'lansa, mayli yordam so'rashda bo'lsin, mayli qiyinchilik tushgan vaqtda eng avval isimiz keladigan Alloh bilan bo'lalsa, bu vaqtda biz samimiy bo'lgan bo'lamiz. Aksicha biz iyyaka nasta'in deb qo'yib, qalbimiz boshqa bir narsaga bog'lanib qolsa, boshqa narsadan cho'ng umid kutib qolsak, biz haqiqiy Allohga samimiy bo'lgan bo'lmaymiz. Ko'pincha kishilar bu nuqtani xato tushunib qoladi. Biz bu vaqtda ilgari so'zlasak, bunga inkas keldi. Allohdan yordam talab qilamiz. Amaliyotda bu biz har kuni Fatihada o'qiydigan bir oyat. Allohdan yordam talab qilamiz. Unda bo'lsa bir qiyinchilik tushgan vaqtda bir kishining qashig'iga berib, undan yordam so'ramamdik. Cho'ngroq aytsak, millatning masalasi uchun boshqalardan yordam so'ramamdik. Bu sendan yordam talab qilamiz degan bu oyatga zid kelamdi? Aslo zid kelmaydi. Bu yerdagi oyatning maqsad qilingani qalbimizning faqat yordam nuqtasida Alloh bilan bog'lanishi. Sabablarni qilamiz, ammo shu sabablarning keyinda faqat Allohning yordami bo'lmasa, hech qanday narsa ishga oshmaydi. Ya'ni sabab qilish nuqtasida biz hamma narsa sababda qilamiz. Bu bizga buyurilgan. Chunki sabab Allohning buyrug'i. Ammo qalbimizning Allohga bog'lanishida sabab hech narsa emasdek Allohga bog'lanamiz. Shunga sabablarimiz deydi. Hamma ish sabab bilan bo'ldigandek sabab qil, sabab hech narsa emasdek Allohga tavakkul qil. Shuning uchun bu nuqta zidlashmaydi. Biz qiyinchilik tushib qolsak, boshqalardan yordam so'raymiz, ammo qalbimiz Allohga bog'lanadi. Hargiz uningga bog'lanmaydi. Men odamdan yordam so'rayman hozir. Qulim insondan so'raydi. Ig'zim insondan so'raydi, ammo qalbim Allohdan so'raydi. Bunda bu vaqt qanday bo'ldi desanglar, ana shu yordam so'rash jarayonida va yoki yordam so'rash oraliqida Allohga osiylik qilgan bir ish kelib qolsa, qilmaydi. Alomati bu. Qalbimizning Allohga bog'langanligidan keyin. Chunki yordam kimdan? Allohdan. Men ma yordamga erishdim deb Allohga osiylik qilsam, yordam kelmaydi. Deb mushundaq diyazak, andan keyin bizning qalbimiz haqiqiy Allohga bog'langan bo'ladi. Va shundaqla biz haqiqiy samimiy bo'lgan bo'lamiz. Iyyaka nasta'in degan kunda o'qiydigan sözümüzde Allah'ın bu ayetidir. Xulosqa vaqtimizda Allohga samimiy bo'lish deganimiz, qat olsun, amal ibodat olsun, Alloh bilan bo'lgan munosabat olsun, qalbimizning Allohga bog'lanishi olsun, Allohga sap holda haqiqiy bog'lanishini ko'rsatadi. Va shundaqla ibodatlarimizning shirk va xolidin faqat va faqat Alloh uchunla bo'lishini ko'rsatadi. Va shundaqla Alloh buyurgan ishlarni qilishda ikkilenmeslik, Allah çekleyen işlerini yenişte ikkilenmeslik arkalık biz samimi bulalayımız. Çünkü biz Allah işendik degen vaktimizde Allah'ın buyruklarının paydalık ikenligi işendik degen bulumuz. Ve şundakla beşimiz kelgen kıyınçılıklar, musibetler karta biz sabır kılalga vaktimizde samimi bolgan bulumuz. Nima üçün desanglar? Müslüman degenim degen gap, teslim boğuchi degen gap. Teslim boğan adam, teslim kılıngan adamның aldıda onun qanday qılsa jim turadi şunda o. Teslim boldu o çünkü. Müslüman degen gap, ben Allah'a teslim boldum degen gap. Allah'tan men qanday bir iş gelsin ben onu razı degen gap. Biz Allah'tan kelgen musibetlerge ana şundak teslimiyetle muomala qilgan vaqtimizda men musulmon degan bu so'zimizni samimiy bo'lgan bo'lamiz, Allohga samimiy bo'lgan bo'lamiz. Demak, qazo qadarga sabr qilishmi mana shu Allohga samimiy bo'lishningki bir ifodasi. Va li kitabihi, Allohning kitobiga samimiy bo'lish uchun biz Allohning kitobi Qur'on Karimda dasturimiz deb bilamiz. Buni bilib qo'shilib samimiy bo'lgan bo'lmaymiz. Shu bilib qo'yish bilan birga Qur'onning hukmlariga amal qilgan vaqtimizda, buyruqlarga amal qilgan vaqtimizda, chekilmalarni yangan vaqtimizda undan keyin biz Qur'onga samimiy bo'lgan bo'lamiz. Unda olmaydi ekan biz Qur'onni hurmatlab, egiz takchilarga elib qo'yili, uningga amal qilmayli, uningda to'sqan jazolardan yanmayli, uningda to'sqan harom ishlardan yanmayli, fahishlardan yanmayli, boshqalarning haqqidan yanmayli ki biz bu vaqtda asla va asla samimiy bulanmaymiz. Amaliyat qarab qilgan bo'lsak biz qanchalik samimiy ekan, bizning samimiyatimizda, ya'ni dinimizda masala bor degan gap. Uchinchisi va li rasulihi, Allohning elchisiga samimiy bo'lish. Allohning elchisi kim? Alloh subhanahu va taoloninki bizga avatgan, shundaqla bizga tanlagan bizning ulgimiz. Biz agishga tegishlik, avas qilishga tegishlik, do'rashga tegishlik, taqlid qilishga tegishlik bir inson. Biz Allohning elchisi deb payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamni qabul qilgan vaqtimizda yuqoriqilarning hammasini qabul qilgan bo'lamiz. Hamda o'zimizga bir qarab boqayli. Zodi bizningki ulgi qildig'inimiz, taqlid qildig'inimiz bizning payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam. Biz payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamdek bo'lishni o'zimizga bir havas nuqtasi qilib baqdikmi? Buni o'zimizdan so'rab baqsak, agar bizning payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam haqiqiy namunamiz bo'ldi ekan, namuna degan gap, uni taqlid qiladigan, uni ugunishga tirishadigan bir inson degan gap. Ana shundaq bo'ladi ekan, biz samimiy bo'lgan bo'lamiz. Aks undaq emas. Rasulullohning hayotidan bir narsa bilmaymiz. Rasulullohning sunnatidan bir narsani bilmaymiz. Hadislardan bir narsani bilmaymiz. Bundaq bo'ldi ekan, Allohning elchisiga samimiy bo'lgan bo'lmaymiz. Chunki biz Muhammadur Rasululloh, Muhammad Allohning elchisi degan vaqtimizda biz Rasululloh bizning ulgimiz deganni qabul qilgan bo'lamiz. Amaliyatimiz uni uyg'un bo'lmaydi ekan, biz samimiy bo'lgan bo'lmaymiz. Masalan biz nurg'un kishilardan so'rsak hozir, bu yoshlardan so'rsak, to'pchilarningki, bolalarningki qancha ekanligi,
ki, nima ish qildiganligi uning kundalik hayotini xabarda. Havas qiladi. Ammo sen mening o'lgam deb qabul qilgan Allohning payg'ambaridan qanchalik bilsa, hayotidan qanchalik bilsa, afsuski bu vaqt savol so'rab baqdik. Nurg'un kishilar payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning qancha bolasi bor ekanligini bilmaydi. Qancha o'g'li bor, qancha qizi bor, buni bilmaslik mumkin. Demak, biz Muhammad Allohning elchisi, bizning ulgimiz degan gapda qanchalik samimiy buni qarab baxsak bo'ldi. Va shundaqla Rasulullohning sunnatiga qanchalik amal qildik. Qanchalikini o'zimizning muomalamizda, oilamizda, shariktimizda, gap so'zimizda ijro qilib baqdik. Buningga bir qarab chiqsak, agar biz Rasulullohning sunnatiga amal qilsam bo'ladi deydigan bir xil iddiaga va shunda qiziqlik kelgan bo'lsak, biz samimiy bo'lgan bo'lamiz. Unda bo'lmaydi ekan, biz Allohning elchisiga samimiy bo'lgan bo'lmaymiz. Uningdan keyin musulmonlarningki imom, hukmdorlarga samimiy bo'lish dedi payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom. Ya'ni musulmonlarning bir yo'lboshchisi bo'ldi ekan, rahbar bo'ladi ekan, amir bo'ladi ekan, uningga samimiy bo'lish. Bir yo'lboshchi, yetakchiga samimiy bo'lish qanday bo'ldi desang, oldi bilan uning yetakchiligini qabul qilish, uningga itoat qilish. Alloh cheklagan ishga buyurmaydi ekan, uningga itoat qilish bilan bo'ladi. Ikkinchidan, uningga samimiy bo'lish deganlik, u xatolasa uning xushomad qilish emas, uningdan keladigan manfaat uchun uning xo'sh-xo'sh deyish emas. U xatolashgan vaqtida uning do'zaxga kirib ketmaslik uchun, gunoh ishlab Allohning g'azabiga uchrab ketmaslik uchun xatolikni eskartish bilan bo'ladi. Samimiyat bo'ladi. Chunki bir odam o'zi yaxshi ko'rgan bir odamninki Allohning g'azabiga uchrab ketish hargiz qarab turmaydi. Illaki undan keladigan bir manfaatni ko'zlasa, faqat o'zining o'ylagan vaqtida, samimiy bo'lmagan vaqtida uningga qarab turadi, unda bo'lmaydi ekan, uningga qarab turmaydi. Demak, yo'lboshchilarga samimiy bo'lish, uningga mutlaq itoat qilish emas, to'g'ri bo'lgan yerlarda itoat qilish, uning keyinda turish, ammo xato bo'lgan yerlarda chiroyliqcha, hikmat bilan uningga eskartish, tushuntirish, mana bu samimiy bo'lishdir. Masalan, yetakchi desak, cho'ngni deb aytsak, musulmon bir davlatning raisi desak, kichigini deb aytsak, kichik bir muassasaninki boshlig'i bir yetakchi desak, ko'pincha kishilar xatolikni eskartgan vaqtida uni qabul qilmaydi. Amaliyotda xatolikni eskartgan uni yaxshi ko'radigan odam, uningga samimiy bo'lgan odam, uning tanqidlagan odam, uningga samimiy bo'lgan odam. Nima xo'sh deb turgan odam, garchi uning ko'ziga chiroyli ko'rinsa-mu, amaliyotda uningga samimiy bo'lmasligi mumkin. Chunki xatolasi ma'qul desa, uning ko'ngan bo'lamdi, ko'ngan bo'lmaydi. Oxirida musulmonlarga samimiy bo'lish dedi payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom. Endi musulmonlarga samimiy bo'lish qanday bo'ladi? Musulmonlarga samimiy bo'lish, bir odam, bir musulmon o'ziga nimani yaxshi ko'rsa, qarindishiga shuni yaxshi ko'rish, bu samimiy bo'lish bo'ladi. Musulmonlarga samimiy bo'lish, gap so'zda, muomalada, sharkatda qarindishiga hech qanday bo'lsa tekshirib shunday ko'rsatish, uning rost gap qilish, aldamaslik, o'zining manfaatlarini ko'zlamaslik, mana bu ishlar bilan samimiy bo'lgan bo'ldi. Unda bo'lmaydi ekan. Faqat o'zining manfaatini ko'zlab, lam kishilik munosabat o'rnatdi ekan, bu odam samimiy emas, u odamda dinning ruhi bo'lmagan bo'ladi. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sening biringlar o'ziga yaxshi ko'rganda qarindishi yaxshi ko'rmoq mu'min bo'lolmaydi dedi. Va shundaqlar bir musulmondan keyin yana bir musulmonga samimiy bo'lishi degan qanday bo'ldi desanglar, masalan, siz bir tijoratchi, va yoki siz bir oshpaz, va yoki bir hunarmand deyli, musulmon degan gap Bana işkence qilsangiz bo'ldi degan gap. Bir odam men musulmon ekan, madam tamoqqa harom narsalarni ishlatmaydi deb sizlarga qachon tamoq yeydi. Va shundaqlar ma odam bir musulmon chiroy bir yoki musulmon sifat bir tepgan yoki doktor ekan deb sizlarga qachon boradi. Shu ko'ringan sifatga loyiq shaklda muomala qilish, boshqalarni aldamaslik, mana bu musulmonlarga samimiy bo'lish edi. Unda bo'lmaydi ekan biz musulmonlik salohiyatini ko'tarib turib, bizga ishonch qilgan kishilarga saxtalik qilsak, men musulmon ekan deb bizning qashimizda bir narsa uni aldasak, biz musulmonlar asla va asla samimiy bo'lgan bo'lmaymiz. Bizda din bo'lmagan bo'ladi. Mana shundaqlar bir musulmonninki eypini yepishmi o adamning yana bir musulmonga samimiy bo'lganligini ko'rsatadi. Tanqid boshqa, eypini echish boshqa. Masalan, biz o'zimizning eypini echishni xohlamdik, xohlamaymiz. Shuningdek, ya'ni o'zimizga yaxshi ko'rgan yana bir qarindishimizga yaxshi ko'rib, uning eypini yapalgan vaqtimizda biz uningga samimiy bo'lgan bo'lamiz. Va shundaqlar biz boshqalarga nisbatan o'zimiz qanday bo'lsak, saxtalik qilmay, rost o'zimizni ko'rsatalsak, biz samimiy bo'lgan bo'lamiz. Bu vaqtda Mavlononingki bir nayt go'zal bir so'zi bor. Ya bo'lg'iningdek ko'rin, ya ko'ringuningdek bo'l. Har qachon bunday deb qo'yishimiz kerak. Çünkü köpünç insanlar köp hallarda saxta karakterler yaşaydı. Yok neslerini badek körüstürler yaşaydı. Başkalarını özünü yok neslerinin aldaşqa tirişidi. Əməliyyatda bu musulmonlarga samimiy bo'lmaganlik. Bundaq bir odamda haqiqiy dinning mohiyati bo'lmaydi. Va shundaqla bir musulmonninki yana bir musulmonga tili bilan, qo'li bilan har qanday bir shaklda ziyon solmasligi bu musulmonga samimiy bo'lganligini ko'rsatadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom aytdi: "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi va yadihi." Musulmon degan boshqa musulmonlar uning qo'lidan, tilidan aman qolgan, salomat qolgan odam deydi. Ya'ni gap so'z orqali uning qalbiga azar bermasak, ayolimiz bo'lsin, bolalarimiz bo'lsin, do'stlarimiz bo'lsin. Va shundaqla qo'limiz orqali uningga ziyon solmaydi ekanmiz. Undan keyin biz haqiqiy musulmon bo'lgan bo'lamiz va shundaqla uningga samimiy bo'lgan bo'lamiz. Demak, samimiyat biz hozir qadar tushungandek bir musulmonga nisbatan bir shaxsiy axloq emas. U dinning ruhi. Dinning negizi, dinning asosi. Munofiqdan bizni ayıradigan bir o'lcham o. Bizda samimiyat bo'lmaydi degan gap, bizda nifoq bo'ldi degan gap. Bir odamda samimiyat qanchalik ko'tariladi ekan, u samimiyatning o'rnini nifoq egallaydi. Hargizmi o'ylab qolmaylikki, munofiq degan dushmanning ormimizga kirgizgan odamlar deb o'ylab qolmaylik. U munofiq, uning ismi jasus. Ammo bir musulmonmi namoz o'qib turib, zakot berib turib, soqol qo'yib turib munofiq bo'lib ketishi mumkin. Agar diqqat qilmasa. Hatto Hazrat Umardek bir sahobaning degan, "Men munofiqlarning ichida bormi?" deb so'ragan. O'ylab baqali, Rasululloh bilan birga mangan bir sahoba. Rasululloh qanashgan joylarning hammasi qanashgan bir sahoba.
sahabe. Bütün Müslümanların halifesi olan bir sahabe özünün münafık bolup gidişini ensirgen. Nima üçün? İnsan kalbi cihetde Müslümanların içine bir casus bolmasa mı ama şirkette samimi bolmasa, başkalarga haqiqiy rast şekilde görünmese, başkalarını aldırsa, va'dasiga xiloflik qilsa, omonatlarga xiyonat qilsa, demang degan sirlarini başkalarga oshkorlasa, başkalarının eyibini assa, onun tili bilan qulan ziyon salsa, men musulmon deb turasizmi? Bu odam munofiq bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom degandek. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom dedi: "Salatun men kunna fihi munafiq." 3 ish bor. Bu 3 ish deb odam munofiq bo'ladi dedi. Hatto namoz o'qisimi, ro'za tutsinmi deb eskartib deb qo'ydi. O'qigan namozlarimizga, tutgan ro'zalarimizga ishinib ketmasin deb Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bizni va insama va salla va za'ama annahu muslim. Gerçi ro'za tutsimi, namoz o'qisimi, o'zini musulmon deb o'ylasimi, 3 ish bor odam munofiq dedi. Ensirishimiz kerak. Biz namoz o'qiymiz shundami? Hammamiz o'zimizda munofiq bulab qaldikmi? Nifaq bizda qanchalik? Buningdan diqqat qilishimiz kerak. Buningga nihoyat ahamiyat berishimiz kerak. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom xabar bergan 3 qaysi desanglar, "İza haddasa kaza." Bu odam so'zi yolg'on so'zlaydi. Yani gep bilan boshqalarni aldaydi. So'zsizlik bo'lsin, har qanday bir ish bo'lsin. Va iza va'ada akhlafa. Va'da qilsa, xiloflik qiladi, va'dasi tutmaydi. Yana bo'ladi. Va iza tumina xana. Omonat qo'yilsa, xiyonat qiladi. Mayli mol-mulk olsun, mayli gap so'z olsun, nim bo'lsin, uning omonat qilsa xiyonat qiladi. Mushu 3 ish bo'lgan odam munofiq, garchi namoz o'qisimi, rustisimi dedi Allohning elchisi. Allohning elchisi haq so'zligicha. Demak, samimiyat bo'lmaydi ekan, samimiyat bo'lmagan odam boshqa bir narsa bo'lmaydi, illa munofiq bo'ladi. Shuning uchun biz har vaqt o'zimizni tekshirib turishimiz kerakki, mening samimiyatimdan masala chiqdimi, chiqmadimi? Men rost yashayotgandimmi yo o'zimni aldab yashayotgandimmi? Buni tekshirishimiz kerak. Chunki samimiyat bo'lmagan ya'ni nifoq egallaydi. Samimiyatsiz odam munofiqlikka tushib qoladi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni saxtalikdan saqlasin, hilegarlikdan saqlasin, bo'lmagandek ko'rinishdan saqlasin, yo'qni bordek ko'rish saqlasin. Musulmonlarga samimiy bo'lgan, haqiqiy dinning mohiyatini o'zida o'zlashtirgan, nifoqning shaxslaridan yiroq turgan haqiqiy xolis musulmonlarning qatoridan qilsin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Muhammedur Rasul